Assalomu alaykum, radnoylar, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Bu manzarani qaranglar. Mana shu stenkamiz bo'ladi. O'zimni akam ochdi. Ofis ham mana shu yerda, xudo xolasa. Birinchi etajda o'zimiz ofis. Mana bu stenki 6000 ta mashina ketadi bemalol. Kesinglar bo'ladi. Kim avtosaloni bor, mashina qo'yishga muammo bo'layotgan bo'lsa, mana bemalol 24/7 kameralar ishlaydi. Hamma охраняемый. Zato navestigida bu yog'i sovuq, yomg'ir, qorni ustida turmaydi mashina. Maza qilib, mana suv joyida turadi mashinangiz. Ko'rasizlar mana stenkani kattaligini. Bu 6 etaj, 6 etaj. Bundan tashqari bizda yana obslugalarimiz bor. To'y, hasham, mehmon kutib olish, любой mashina temasi bo'yicha transportning uslugi bo'yicha hamma narsa bor. Istenkamiz mana shu bizani birinchi etajda ofis. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. Aplatasi farqi yo'q. Перечисление deysizlarmi, kartochka deysizlarmi, naqd deysizlarmi, umuman farqi yo'q. Aloqaga chiqinglar, like, podpiska ayamanglar. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, kutib qolamiz.